Videoni o'tkazib yubormang, chunki hamyurtimiz Oston O'runov haqida muhim ma'lumotlarni o'tkazib yuborishingiz mumkin. Hamyurtimiz Oston O'runov 2000-yil 19-dekabrda Navoiyda tavallud topgan. O'runov odatda maydonda hujumchi chap qanot winger sifatida o'ynaydi. O'runov futbol karyerasini O'zbekistonda Superliga klublarida boshlagan. Dastlab Navbahor, keyinchalik Lokomotiv klublarida to'p surgan va bundan keyin Rossiya chempionatlarida to'p surgan. Rossiya chempionatida o'ynagan klublari Ufa va futbol klub Spartak Moskva deb ataladi. Va 2023 va 2024-yillarda O'zbekistonga qaytib kelib, yana Navbahor klubida to'p surdi va yaxshi natijalarni qayd etdi. Va 2024-yilda Persepolis futbol klub, ya'ni Eronga ko'chib o'tib, Eron Pro ligasida asosiy o'yinchilardan biriga aylanib, yaxshi natijalar qayd etmoqda. Hamyurtimiz 2019-yilda terma jamoaga chaqirilib, shu yili o'yinda tushgan. Oston O'runov boshqa o'yinchilardan driblingi, tezligi va maydonda to'pni yaxshi his qilishi va tez qaror qilishi bilan boshqa futbolchilardan ajralib turadi. Oston O'runov haqida oxirgi ma'lumotni aytishimdan oldin like va kommentariyaga izohingizni qoldiring. Hamyurtimiz Oston O'runov Persepolis futbol klubida Eron Superliga klubini yutgan va chempion bo'lgan. Bu chempionlikni Oston O'runov 2023-yil va 2024-yillarda qayd etdi. Oston O'runov haqida to'plagan ma'lumotlarimiz shundan iborat edi. Hammangizga rahmat. Bundan oldin kommentariyaga o'zingizga yoqqan futbolchingizni yozib qoldiring va ular haqidagi ma'lumotlarni to'plab sizga yetkazamiz. Hammaga rahmat. Videomiz sizga qiziqarli va foydali bo'lgan bo'lsa, Ibodat futbol kanaliga obuna bo'ling hamda like va izohingizni qoldiring.